Voy, bugun hamma oylik oladigan kuni, yangi yil oldindan. Alo? Voy bolam, yaxshimisan, tuzukmisan? Ishdan qachon chiqasan? Bugun oylik oladigan kuning-ku bolam. Oyligingni olib to'g'ri kelib qo'limga topshirgan. Ha, onalar duo qiladi. Oylikni onalarga berish kerak, bolam. Duo qilaman. Bo'pti bolam. Bo'pti. Xo'p. Xo'jayinimga ham qiling. Bugun oylik olgan bo'lsalar olib kelinglar. Alo? Assalomu alaykum, adasi, yaxshimisiz? Uch o'qib qoldik. Voy, siz tuzukmisiz deb qiluvdim. Oyligingizni oldingizmi? Poylab o'tiraman oyligingizni. Narsalar oluvdim o'zimga. Qo'shnidan bilasiz-ku? Nima? Sizga nima bo'lgan? Qanaqa onamga olib beraman? Siz nega olib berasiz oyingizga? Voy tavba. Oyingizni yoshlari bir joyga borib qolgan bo'lsa, kampiriga pul nimaga kerak bor? Uyingizda shuncha rasxotingiz bor, olib keling pulni. Bilaman-ku nech pul oylik olganingizni. Qani manda olib kelingchi. Bo'pti. Voy, asablarimni buzib tashladilar-ku. Hamma pul oyingizga olib borgan.